أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 35. Sure Fatr Mekke'de nazil bo'lgan 45 oyat. Nahayat şefqatlik, mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Jimi hamd sana osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi, farishtalarni ikki qanotliq, uch qanotliq, to'rt qanotliq elchilar qiluvchi Allohga xosdir. Allah yaratishda xolig'ini ziyoda qiladi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Allah rahmetidan kishilarga oshgan narsani hargizmi to'sib qolg'uvchi bo'lmaydi. Allah rahmetidan to'sgan narsani Allah to'sgandan keyin uni hech qo'yib berguchi bo'lmaydi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey insonlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Allohdan boshqa sizlarga osmondan va zamindan rizq berib turadigan yaratquchi bormi? Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning ibodatidan qandoqmi bosh tortisizlar? Ey Muhammad, agar ular seni inkor qilsa, qayg'urib ketma. Haqiqatan sendan ilgari payg'ambarlar inkor qilingan. Hamma ish Allohning dargohiga qaytariladi. Ey insonlar, Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi aldab qo'ymasin. Shaytonning sizlarni Allohning ayposining kengligi bilan aldishiga yo'l qo'ymanglar. Shayton haqiqatan sizlarga dushmandir. Uni dushman tutinglar. Shayton o'zining tavallarini ahli do'zaxdan bo'lishga chaqiradi. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar mag'firatga va katta savobga erishadi. O'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan, shuning bilan uni chiroyli hisoblagan kishi, hidoyat topgan kishi bilan o'xshashmi? Allah haqiqatan xohlagan kishini gumroh qiladi. Xohlagan kishini hidoyat qiladi. Shunga sen ular uchun qayg'urib o'zingni halok qilib olmagin. Allah haqiqatan ularning qilmishlarini bilib turg'uchidir. Allah shamollarni avatib, uning bilan bulutni qo'zg'aydi. Biz bulutlarni o'lik, ya'ni qog'jiroq bir yerga haydaymiz. Bulutdan yomg'ir yog'diramiz. Shu yomg'ir bilan o'lgan zaminni tirildiramiz. O'liklarning tirildirilishi ana shundaqdir. Kimki dunyoda sharaf izlaydi ekan, sharafning hammasi Allohga mansub. Uni Allohdan tilasin. Yaxshi so'z Allohning dargohiga o'rlaydi. Yaxshi amal uni ko'taradi. Payg'ambarga qarshi hiyla-mikrlarni tuzadiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularning hiyla-mikri ish qo'shmaydi. Allah sizlarni, ya'ni aslanglar Odam alayhissalomni tuproqdan yaratdi. Ondan obi ma'nidan paydo qildi. Ondan sizlarni ayoldan iborat bir jup qildi. Har qanday ayolning homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emas. Har qanday odamning umrining uzun yoki qisqa bo'lishi Lavhul Mahfuzda yozilgan. Bu haqiqatan Allohga oson. Ikki dengiz o'xshash emas. Buning suyi tatliq, tamlik bo'lib, galdan siliq o'tadi. Bu nihoyatda achchiq, tuzliq. Ularning har ikkisidan yangi go'shtlarni, ya'ni biliqlarni yeysizlar. Sizlar taqaydigan zinnat buyumlari, ya'ni unchi marjonlarni chiqarsizlar. Allohning amri bilan yuktoq, yemak-ichmaklar qochilangan kemalarning dengizda to'lqin yerib ketayotganligini ko'rsan. Bu Allohning ne'matini talab qilib shukr qilishinglar uchundir. Alloh kechini kunduzga kirgizadi, kunduzni kechaga kirgizadi. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi joylar, fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Allah kun bilan oyni bandalarining manfaatiga bo'ysundirib berdi. Har ikkisi muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha o'z o'qida sayr qiladi. Ana shu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Podshohlik uningga xosdir. Allohni qo'yib cho'qinayotgan ma'budlaringlar qilchilik narsaga ega emas. Agar ularni chaqirsanglar, sizlarning chaqirganinglarni anglamaydi. Anglagan taqdirdami sizlarga javob qaytarolmaydi. Qiyomat kuni ular Allohga ularni sherik qilganliginglarni inkor qiladi. Mushriklarning va ularning ma'budlarining qiyomat kunidagi ahvolini hech ahadi sana hammadan xabardor zotdek, ya'ni Allohdek aytib berolmaydi. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Alloh hammadan behojatdir, madihiga loyiqdir. Agar Alloh xolisa, sizlarni halok qilib, o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Bu Allohga qiyin emas. Hech bir gunohkor odam birovning gunohini ustiga olmaydi. Gunohi ig'ir bir odam boshqa birovni o'z gunohini ustiga elishga chaqirsa, u yaqin tuqqani bo'lgan taqdirdami
uning gunohidan ozroq narsani ustiga ololmaydi. Sen faqat Parvardigoringni ko'may turib, uningdan qo'rqadiganlarni, namozni ado qiladiganlarni ogohlantirsan. Kimki gunohlardan poklandikan, u o'zi uchun poklangan bo'ladi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Ko'r odam bilan ko'zi soq odam, ya'ni kofir bilan mu'min barobar bo'lmaydi. Zulmat bilan nur, ya'ni botil bilan haq barobar bo'lmaydi. Soy bilan issiq, ya'ni jannat bilan do'zax barobar bo'lmaydi. Tiriklar bilan o'liklar, ya'ni mu'minlar bilan kofirlar barobar bo'lmaydi. Shubhisizki, Allah haq da'vatni xohlagan kishilarga anglatadi. Sen qabrdagilarga anglatolmaysan. Sen faqat bir ogohlantiruvchisan. Haqiqatan biz seni haqdin bilan mu'minlarga xushxabar berguvchi, kofirlarga ogohlantiruvchi qilib avatdiq. Qandoqli bir ummat bo'lsin, uningga payg'ambar kelgan. Ular seni inkor qilsa, ulardan burun o'tgan ummatlarmi o'zlarining payg'ambarlarini inkor qilgan. Payg'ambarlar ularga ro'shan mo'jizlarni, İbrahim aleyhisselamga nazil qilgan sahifalarga o'xshash sahifalarni, Tavrat, İncildek nurluq kitoblarni elib keldi. Ondan kofirlarni jazoladim. Ularga bergan azobim qandoq ekan? Ya'ni ularga qandoq qattiq azob qildim? Ko'mamsanki, Allah bulutdan yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan turlik rangarang mevalarni chiqardi. Shuningdek Allah tog'larni yaratdi. Tog'larning oq, qizillari, har xil rangdagi chiporlari va qopqorlari bor. Shuningdek insonlarning, hayvonlarning va chorpoylarning ichidami xilma-xil rangliklari bor. Allohning bandalari ichida Allohdan faqat olimlarni qo'rqudi. Allah haqiqatan g'olibdir, bandalar ichida tavba qilganlarni mag'firat qiluvchidir. Shubhisizki, Allohning kitobini tilovat qilib turadiganlar, namozni ado qiladiganlar va biz rizq qilib bergan narsalardan Allohning roziligi uchun yoshirun va oshkora sarf qiladiganlar hargizmi kasod bo'lmaydigan tijoratni umid qiladi. Allah ularga ajrlarni to'liq beradi va marhamatidan ularga oshirib beradi. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, oz yaxshilikqa ko'p savob berguvchidir. Sana biz vahiy qilgan kitob, ya'ni Qur'on haqdir. İlgirki kitoblarning rostligini isbotlovchidir. Allah haqiqatan bandalarini to'liq bilguvchidir, ko'rib turg'uvchidir. Ondan biz kitob, ya'ni Qur'onni bandalarimizdan biz tanlagan kishilarga meros qilib berdik. Ularning ba'zisi o'ziga zulm qilguvchidir. Ya'ni Qur'onni tilovat qilgan bilan bek amal qilib ketmaydi. Ba'zisi o'ttir hol, ya'ni ko'p chaqlarda Qur'onga amal qilib, qisman chaqlarda amal qilmaydi va ba'zisi Allohning izni bo'yicha yaxshi ishlarni qilishga oldirg'uvchidir. Ana shular katta marhamatlidir. Ular hamisha turadigan jannatlarga kiradi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni, marg'oyitlarni taqaydi. Ularning kiyimi yipakdan bo'ladi. Ular aytdi: "Jimi hamda sana bizdan g'am qayg'uni ko'tarayotgan Allohga mansubdir. Bizning Parvardigorimiz haqiqatan nihoyat mag'firat qiluvchidir, oz yaxshilikqa ko'p savob berguvchidir." Allah marhamatidan bizni jannatga kirgizdi. Jannatda biz hargiz jafo tatmaymiz, hargiz charchamaymiz. Kofirlar do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ularning o'lib aram tepib qolmasligi uchun jonlari elinmaydi. Ulardan azobmi yenitilmaydi. Kufrda haddidan oshgan har insonni ana shundoq jazolaymiz. Ular do'zaxda Parvardigorimiz bizni chiqaribetsang, dunyodagi vaqt qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsaq deb yolurib tovlaydi. Allah aytadi: "Sizlarga umringlarni uzun qilib, vaz nasihat oladigan odam, vaz nasihat olaligidek vaqt bermidimmi? Sizlarga ogohlantiruvchi, yana payg'ambar keldi-ku, endi azobni tetinglar, zolimlarga hech qanday yordam berguvchi yo'q." Allah haqiqatan osmonlardagi va zamindagi g'aybni bilguvchidir. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilguvchidir. Allah sizlarni zaminda o'rin bosar qildi. Kimki kofir bo'ladi ekan, uning kufrining ziyni o'ziga bo'ladi. Kofirlarning kufri Parvardigorning dargohida faqat g'azabni ziyoda qiladi. Kofirlarning kufri ularga faqat halokatni ziyoda qiladi. Aytqinki, aytib beqinglarcha, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan ma'budlaringlar nima sababdan cho'qinishga loyiq bo'ldi? Menga aytib beringlarki, ular zamindan nimalarni yaratdi? Ya ular osmonlarni Alloh bilan birlikda yaratdimi? Ya ularga biz bir kitob bergan bo'lib,
ular shu kitobdagi ro'shan dalillarga asoslanamdi? Hargiz undaq emas. Zolimlar bir-biriga faqat yolg'onni va'da qilishadi. Allah haqiqatan osmonlarni va zaminni qudrati va go'zal hikmati bilan tushib ketishdan to'xtatib turadi. Agar ular tushib ketsa, ularni Allohdan boshqa hech ahadi to'xtatib tura olmaydi. Allah haqiqatan halimdir, ya'ni kuffarlar azobga tegishli bo'lsa-mu, ularni jazolashga oldirib ketmaydi. Nihoyat mag'firat qilguvchidir. Ular o'zlariga ogohlantiruvchi yana payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquvchi bo'ladiganliklari bilan qattiq qasam ichishdi. Ularga ogohlantiruvchi kelgan chaqda hidoyatdan texmi yiroq bo'lishdi. Bundaq bo'lishi ularning zaminda takabburlik qilganliklari va hiyla-mikr ishlatganligidandir. Hiyla-mikrning vaboli faqat hiyla-mikr ishlatgan odamning o'ziga bo'ladi. Ular faqat ilgirki ummatlarga qo'llanilgan Allohning ularni halok qilish va jazolashdan iborat yo'lini kutadi. Allohning maxluqotlar ustida qo'llangan yo'lida hargizmo hech qanday o'zgarishni ko'rmaysan. Allah yo'lida hargiz yutkilishnimi, ya'ni azobning azobga tegishli bo'lganlar ustidan boshqalarning ustiga yutkilishini ko'rmaysan. Ular zaminda sayr qilib, ulardan ilgirkilar, ya'ni halok bo'lgan ummatlarning oqibatining qanday bo'lganligini ko'rmadimi? Ular yana o'tganki ummatlar bulardan texmi kuchli edi. Osmonlardagi va zamindagi hech narsa Allohni ilojisiz qoldira olmaydi. Allah haqiqatan hammani bilguvchidir, hammaga qodirdir. Agar Allah insonlarni ularning qilmishlari tufaylidan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Va lekin Allah ulardan hisob elishni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ulardan hisob elishning vaqti yetib kelganda, ularning amallariga qarab jazo beradi. Allah haqiqatan bandalarini ko'rib turg'uvchidir.